Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 14-aprel 2026-yil. Bizga Jalaquduqdan, Qatortol mahallasidan Shohruh degan bola kelgan ekan. Videolarimizni YouTube'da ko'rgan ekan. Shunga chuvalchanga qiziqib qolgan ekan. Buni ham chuvalchan boquvchi bir hozircha yarim korobga olib ketib baqib ko'ray. Yaxshi bo'lsa, natijalari yana ham ko'paytirib boqaman deyapti. Biz joylarimizni ko'rgani ham kelibdi, bir ko'rib ham ketay deyapti. Mana bu joylarimiz Shohruh, mana bu yerdan sotdim, bu yerimiz, bu yerda tugatdim, mana bu yerda ham bor tugat bo'ldim bu yerda. Bu yerdan bir 10 tonna sotgandirman balkim. Narigi joyim bor, keyin 3 ta joyim bor men baxika. Hammasi bo'lib 500 kvadrat chuvalchangim bor. Bu yergimizlar sotib tugatdim, bir 200 kilo bu yergimiz qoldi. Shohruh mana o'zi solib, mana menga birov uyimga kelib chuvalchang olaman desa, mana o'z oling, xohlagan yaxshi zich joylardan oling deyman-da Shohruh mana. Yoqqan joydan oling. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi deyman. Menda chuvalchang ko'p. Qani Shohruh bir ko'rib qo'yasiz bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang. Go'sh olib ketibdi, go'sh. Juda zo'r. Qarang mana uni. Ana. Mashlarni ko'ryapsizmi mana? Bari belida belg'ob, belbog'i bor mana. Mashlar tuxumlaydi mana. Borishingizga bir haftadan keyin tuxumlab tashlaydi. Siznikida ham unaqa ko'payib ketadi. Mana tuxumlar qani ko'rsatasiz? Ana tuxumlari bilan mana. Qarang go'sh ahvolini qarang. Mana shu ahvolda sotyapmiz mana. Chuvalchanglarni. Olgan odam maza qilsin, ko'paytirib olsin. Mana. Solavering ana, ichga solavering, to'ldirib solavering. Endi men bu yerda biyagimizni elab qo'ydim, ozgina biyagimiz qoldi, bir biyagimizni ham ko'rib qo'yay. Mana biyagimizning ahvoli mana. Mana biyagimiz mana. Mana. Xaridorimiz bor. 200 kilo chiqami, 300 kilo chiqami? Mana shuni hozir qoplab qo'ysak olib ketadi. Mana setkamiz mana. Elayotgan setkamiz. Mana shu setkada elaymiz mana. Biyagimizlar shunday turish kerak edi mana. Shohruh mana shunaqa chiqish kerak edi biyagimiz mana. Chiroyliligini qarang. Mana. Xuddi shu ahvolda bu setkamiz mana. Mana shu setkada elaymiz. Mana oxirgi joyimiz bu yerdan tugatdik. Mana bu yerda tugadi. Oxirgisi shu yerdan sotib tugatdik. Endi nari chekka o'tamiz. Bu yerda ham bir 3-4 tonna qoldi, uni ham sotamiz xudo xolasa. Bu birinchi boqayotgan joylarimiz. Bunisi ikkinchi chuvalchang boqayotgan joylar. Bu yerdagi biyagimizlarni ham sotib tugatdik. Bu yerga yangi go'ng solganmiz. Endi bu yerga chuvalchanglar ishlashni boshladi. Xudo xolasa. Bu yerlar salqin joylar. Bu yangi go'nglar bilan. Bu yerda salqin joyda juda zo'r, chiroyli biyagimiz bo'ladi juda. O'riklarni tagi mana. Qani chuvalchanglarning ahvolini ham ko'rib qo'ying mana. Chuvalchanglar juda zo'r holatda yaxshi ishlashyapti ekan mana.
Juda zo'r holat ekan. Barakasini bersin.